Assalomu alaykum Arzon Vodiy kanali obunachilari va bizni YouTubedan tomosha qilayotgan obunachilarimiz. Sizlarga arzonmi, qimmatmi, sizlarning xizmatinglardanmi? Sizlarga ko'pchilik so'rashyapti. Variantga, Nasiyaga va shu minilgan, haydalangan qimmat mashinalardan ko'rsatayotgan obunachilarimiz uchun Doniyorbek akamiz oldiga keldi. Assalomu alaykum. Avto House asoschilaridan bo'ladi. Andijondagi Muhammad Yusuf maktabining yonginasida joylashgan Avto House mashinalar saloni endi bu. Aka, qanaqa mashinalardan ko'rsataylik? Arzonidan ko'rsataylikmi, qimmatdan ko'rsataylikmi birinchi? Aka, olasiz arzondan, olasiz qimmatidan boshlaymiz, farqi aka. X7 ga oxiriga qo'ysak, boshini birinchalik arzon mashinalardan boshlaymiz. Bo'ldi aka. Bo'ldi, qarabsan. Aka, 6000 yurgan Midnight Cobalt'imizdan boshlaymiz. 2025. Hozir aka bozorda 13000 atrofida sotilyapti bu mashinalar. Biz aka 12800 dollarga beraveramiz aka. 12800. Oldindan qancha puli bo'lish kerak Nasiyaga? Aka, 50%, 40% puli bo'lgan odamga deylik 6000-7000 puli borlarga berilaveradi. Ha, shunaqa aka. 6000-7000 puli borlarga Nasiyaga beriladi 6 oydan 1 yil muddatgacha. Nimaga qimmat aytishyapsan deyotgan obunachilarimiz uchun buni Nasiyaga so'rayotgan odamlar oxirgi narxini aytib qo'yiladigan bo'lsa, shundan hisoblashib olyapti, jicha kelishmovchiliklar bo'layotgani uchun qimmat aytilyapti, noto'g'ri o'ylab qolmaysizlar. Bu ozroq yurgan Malibu. Malibu ha, 2.4 aka, buni o'tgan safar kanalingizga 21000 dollar qo'yuvdik aka, bu safar 20500 dollarga beramiz aka. 54000 kilometr yurgan, kraskalari toza, propallari bor, hadovoylar qilib qo'yilgan. 20500 dollarga beramiz uni aka oxiri. Naq puli bo'lsa-chi, naq pul bilan keladigan odamlar bo'lsa. Aka, naq puliga 20500 dollar aka. Nasiyaga bo'ladigan bo'lsa 9000 10000 puli bor kelaveradi. Ha, kelishaveramiz aka. 6 oydan 1 yil muddatgacha bor. Barter ham bormi yo'qmi? Bor, barter trading asosida. Mabodo mashinani sotmoqchi sotib olaverasizlarmi? Olib olamiz aka. Hop, BYD Son Plus 2023-yil 80000 kilometr bosib o'tgan. Kraskalari toza. Gibridmi bu? Gibrid aka, Son Plus gibrid. To'g'rilar g'ildirakka tortadiganmi, ikkinchisimi? Yo'q, en full aka. En full. Hop, buni aka o'zi 20500 dollar deyapti, 20000 dollarga beraveramiz aka, buni ham to'g'ri. 20000 dollarga naq pullar bo'ladigan bo'lsa, shu ham qiziqarli variant ekan. 20000 dollar puli borga tayyor mashinani olsa bo'ladi, elektr gibrid mashinani. Agarda bunga ham 10000 puli borlarga variant asosida ham berilaveradi. Hop, aka BYD Chazor, hop, yili 24, 14000 kilometr bosib o'tgan, holatlari go'zal, absolutni top-toza kraskalari. Buni aka o'zi 4-pastasimi? 4-pastasi aka. Full pastasi. Endi salonda aka qimmatroq, biz sizga arzonroq keldi, arzonroq beramiz. 22500 dollarga buni ham qilib beramiz. Qancha yurgan bu? 14000 kilometr bosib. 24. 24 aka. Buni sal qimmatroq aytasiz lekin. Uni tushirib beramiz aka obunachilarga. Endi bu qimmatroq aytishni aytganimizdek, Nasiya halol, hech qanaqa bank, foizlar aralashmagan holatda o'zaro kelishuv asosida beriladi. To'g'ri tushunasizlar. Shuning uchun haligi balandroq narx aytilayotgan bo'lsa, sodalashmaysanmi deyotgan joylarga shu narxlardan hisob-kitob olishib olayotganligi uchun iloji boricha narxlarni sizlarga yoqadigan narxlarda qo'yapmiz. Buni ham adashmasam 10000 puli borlarga beraverasizlar. Shunaqa. Aka, bu Captiva 41000 kilometr O'zbekistonga viz aka, bunaqa Captiva yo'q aka. To'g'risi bu mashinani o'zim olib berganman. Ochiq nima qilaverib 20800 dollarga olib berganman. Undan keyin 3000 dollar pul sarfladi aka. Keramika, polirovka bo'lgan, hadovoy qildirdi, Mers hadovoy. Polniy shumka aka, tonirovka, black piano qildirdi. Ichlari polniy karbon aka. Ular 3000 dollar pul sarflangan mashinali. Spiskasini birma-bir keltirib ham beraveramiz. Buni aka endi o'z 23.500 baho aytyapmiz. 23000 ga qilib beraveramiz aka. 23000 ga bo'ladi buni oxirgi. Shunaqa. Hali nimaga qimmat desangiz, o'zi noyob yurgani ham oz aka. Bunaqa Captiva yo'q to'g'risi. Nasiyaga ham beriladi. Ha, beriladi aka. Hamma mashina Nasiyaga beriladi. Bizda har qanday mashina Nasiyaga beriladi aka. Bu kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Captivani qiziqadiganlar ko'proq Buxoro, Samarqandlarda ko'proq bo'ladi. Tayyoralik mashinaga pul sarflash kerak yo'q. Gazi ham bor buni? Bor. Yo'q, propan aka, propan. Hop, bu aka Equinox mashinamiz. Buni aybi bor, kapoti bilan kriloda kraskasi bor, lekin udari yo'q aka. Qolgan joyi toza aka, tina mashina. Benzin mashinamiz 63000 yurgan. Buni narxini aka 26000 dollardan tushirib beramiz aka. Kraskasi bo'lmasa agar mashina 28000 dollarda aka. 2000 dollar. Ha. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarini doim pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Manzilda ham, o'rtada ham bir qator aytib o'tib ketaylik. Manzilimiz temir yo'l banisasini tom qarshisida, mana bu yog'i Preze qarmashkasiga kirib ketishda. Bu yog'i katta Karzinkadan kelib, Zanjabil kafedan o'tib bular aka. Ashalik Muhammad Yusuf maktabidan. Hop, bu Captiva 3 mashinamiz. Hop, buni yillari 2015 147000 kilometr bosib o'tgan. 60 talikdan ikkita
metan nimasi bor, baloni bor. 147 ming yurgan. Kraskalari bor, orqa va oldida kraskalari bor. Buni aka 11 ming dollar baho aytayotgandik. Oxiri 10.500 dollarga qilib beramiz. 10.500 ga berasiz. Ash 10 ming puli bormi? 7-8 ming puli borlar ham kelsanglar o'zingizlarga qarab ta'kidlab o'taylik. O'zingizlar minib yurgan mashinalarni yursa bo'ldi degan mashinalar olib keladigan bo'lsalar, o'zlari pul sanab olib qolishib, bu mashinalarni nasiya savdoga ham qilib berishaveradi. Xudo xolasa ishinglar bitmay ketmaydi. To'g'ri. Aka bu Tahoe mashinamiz. Xo'p, bu aka yili 23, kraskasi absolutno top toza. Yaqinda 2000 dollar rasxod qilib qo'ygan. Keramika, polirovka, hop, chiska holatlari yangi aka, chiroyli, svejiy mashina. Buni aka o'z kanalingizga joyladingiz. Buni aka 70 ming dollarga oxiri qilib beramiz. Buni ham 30-40 ming puli borga nasiya savdoga qilib bera olamiz. 68 ming dollarga bermadi deb aytdi. Ha, 68 ming dollarga bermadi. 30-40 ming puli bor odam bemalol Tahoe minaveradi. Bu asha 4 necha motor bo'layapti bu? 5.3 aka. 5.3 motorda. Eng fulli. Orqasida ham hali monitorlari bor, eng fulli aka. Kim qiziqadigan bo'lsa, Tahoe ishqibozlar bemalol aloqaga chiqinglar. Telefon raqamlarini videosiga qo'yib qo'yamiz. Buni ham mana ancha-muncha minib yurgan Sion 6 yil olib keladigan bo'lsanglar, barter usulda ham kelishib, qolgan narsa ham qilib berishaveradi. Xo'p, bu aka Equinox mashinamiz. Yili 23-24, bosgan masofasi qiziqarli, ancha 22 ming kilometr. Stok holatda, mashina svejiy, aka ichlari hamma yo'g'i o'ta svejiy holatda. Buni aka narxini o'zi 34,5 ming dollar baho aytayotgandik. Endi arzonni bekarga arzoni vodiy emas bu aka, arzoni vodiy obunachilar uchun 34 ming dollardan o'tib beramiz. O'tib beriladi. Bu ham nasiyaga chiqaradi. 15 ming, 20 ming atrofida pulinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar, xudo xolasa, Liboy viloyatda qilib berilaveradimi? Liboy vodiy bo'yicha aka, xudo xolasa. Xo'p, bu aka Equinox bu ham yili 2022, polniy shumka, propani bor, kraskasi toza aka. Buni aka xo'p, 28 ming dollarga qilib beramiz aka, oxiri. Baland emas, arzon aka. O'zi 28,5 ming dollar baho aytayotgandik, 28 ming dollarga qilib beramiz. Bu mashina ham aybi yo'q, tini mashina. Dokumentlaridan muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q aka. Bu X7 ga oxiri to'xtatalaylikmi yo hozir to'xtalib qo'yaveraylikmi? Yo'q, farqi yo'q aka, nima deysiz? Bundan keyin li bu ham bormi? Ha, bu ham bizniki. Aka, mana X7 ni aytaylik. X7 aka eng fulli. Buni egasi aka 180 ming, 170 ming dollarga olib, 10 ming dollar navrot qilgan. Polniy body kit qilgan. Polniy eng qimmat broni plonka qilgan. Xo'p, black piano qilingan aka mashina. Holatlari o'ta svejiy, chiroyli holatda aka. Aybi yo'q, xudo xolasa mashinamiz hali. Inamarkani ishqibozlar o'zi tushunadi aka bu mashinani. Xudo xolasa aka buni oxiri 130 ming dollarga qilib beramiz aka. 130 ming dollarga qilib berasizlar. Ha, bu chunki trading asosida juda qimmatroq o'tib qoldi. XM bor edi. XM ga barter bo'ldi. Ha, barter bo'ldi. Ashini hisobiga hali narxi yaxshi aka. Atrofdan bunaqasini qo'yishyapti Toshkentda 140 ming dollar atrofida qo'yapti. Biz 130 ming dollarga bera olamiz. Dokumentlardan muammo yo'q. O'zimizning nomimizda aka. Buni anaqasida qancha bo'ladi boshlang'ich to'lovi? Aka, buni ham 50% ni bersa, 50% ni qilib bera olamiz aka, o'zimizning nomimizda. BMW ishqibozlari bemalol aloqa chiqinglar, xudo xolasa vodiy bo'yicha berilaveradi. Shu 130 ming dollarda 50% bo'ladigan bo'lsa, sizlarga halol nasiga anaqa foizsiz, penilarsiz bemalol o'zaro kelishib, nasiya asosida olsanglar bo'ladi. Bu Li 9 restyling aka. Hop, kofe salon, qoraga kofe salon 500 kilometr bosib o'tgan, holatlari go'zal. Absolutno top toza mashina aka. Buni nasiya savdoga beramiz. 6 oydan 12 oygacha nasiya savdoga beramiz. 30 ming dollar puli bor odamga shuni beramiz aka. Mashina ham o'zimizning nomimizda, dokumentlardan muammo yo'q. Bu Bespravegmi? Bespraveg 500 kilometr bosib o'tgan aka. Endi Nolovkada ekan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlar mumkin. Telefon raqamlari videosida bo'ladi. Xudo xolasa manzilimiz Andijon shahar, asha Muhammad Yusuf maktabini arender qilib oladigan bo'lsanglar, Liboy viloyatidan keladigan bo'lsanglar, misol uchun vodiy tarafdan. Endi bu mashinalarni naqd pulga sotib olmoqchi bo'layotganlar Liboy viloyatidan kelsalar ham bo'ladi. Telefon raqamlari videosida bemalol Avto House qayerda deydigan bo'lsa, adreslar tushuntirib ham qo'yishadi. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, biz sizlarning xizmatchilaringizmiz. Arzonmi, qimmatmi, xudo xolasa ma'lumotlarni kutamiz.